Xulosa o'rtoqlar. Oxirgi o'yinimiz va bu oxirgi o'yinimiz ham muhim. Har bir o'yinimiz muhim bo'ldi va muhimligini saqlab qolmoqda. Endi mayli 5%, 7% hozir shanslarimiz, imkoniyatimiz kamaydi. Keyingi bosqichga chiqishga faqatgina katta hisobda g'alaba qozonsak, umidimiz qanaqadir qoladi. Boshqa o'yinlarga baribir qarab qolamiz. 8 talikni 4 taligi aniq bo'ldi bugungi kunga. Nima demoqchiman? Bu o'yinda endi menimcha Cannavaro bizga aytgan e'tirozlarni e'tiborga olib, o'yin sxemasidan tortib to tarkibgacha menimcha yangilik qilsa kerak. Ko'ramiz va nima uchun bu yerda Copa Verde turibdi va sostavi. Bu yerda ham katta nomlar yo'q. Sizlar e'tiroz bildirasizlar. Top ligalarda o'ynamaydi. Bular ham top ligalarda o'ynamaydi deya olmayman, lekin nomlarni o'zi top ligada o'ynasa ham juda ham taniqsiz nomlar va bularga xalaqit qilgani yo'q va bular Argentina bilan o'ynashi ma'lum bo'ldi, guruhdan chiqdi. Ularga omad tilaymiz va nima muhim bu yerda? Bu yerda bizni futbolchilarimizga katta murojaat, kamroq summaga bo'lsa ham top 5 chempionatlariga taklif tushsa, top 5 atrofidagi chempionatga, Yevropaga taklif tushsa, albatta ketaverish kerak. O'zbekistonni sharafini himoya qiladigan tajribali o'yinchilar biz uchun muhim. Mana bu yoqda gap katta. Xullas, sog' bo'linglar. O'zingizlarning fikringizni albatta kommentariyada yozib yuboringlar. O'sha yerda gaplashamiz qo'ygan.